Ba'zan birgina haqiqatning kechikib aytilishi butun bir oilaning taqdirini ostin-ustun qilishga yetadi. Bugungi qism aynan shuni yurakka mixlab qo'ydi. Kimdir mehr izlab yashayapti. Kimdir pulga sig'inib o'zini ham, boshqani ham sotyapti. Kimdir esa kechirimga loyiq bo'lish uchun juda kech uyg'onyapti. Eng og'iri shundaki, bu qismda hech kim ochiqchasiga men aybdorman demadi. Lekin har bir nigoh, har bir sukut, har bir keskin burilish ichida yashirin iqror bor edi. Shu sabab bu qism tomoshabinni voqealar bilan emas, odamlarning ichida pishib yetilgan fojia bilan larzaga soldi. Lena bilan bog'liq sahnalar bu qismning eng og'ir ruhiy qatlamini ochdi. Chaqaloqning tinimsiz yig'isi oddiy ona charchog'i emas, bu qizning ichida to'planib qolgan yolg'izlikning ovozi edi. U bolani emas, taqdirni ko'tarib yuribdi. Onasi esa sabrni o'rgatmoqchi bo'ladi. Lekin Lena sabr emas, sheriklik talab qilyapti. Ana shu farq juda muhim. Avvalgi avlod ayollari chidashni najot deb bilgan bo'lsa, Lena chidashni o'zini yo'qotish deb biladi. U Qodirni talab qilayotganida aslida erkakni emas, mas'uliyatni chaqirdi. Mana shu nuqtada qahramonning ichki o'sishi juda aniq ko'rindi. Endi u yig'lab kutadigan qiz emas, haqiqatni eshik qoqib bo'lsa ham talab qiladigan ayolga aylanmoqda. Keling, boshidan boshlaylik. Tun yarim edi. Shahar tinch uyquga botgan, ko'chalar bo'm-bo'sh. Faqat bir derazada chiroq yonib turardi. Lena chaqaloqni beshikda asta tebratib, uning yig'isini tinchitishga urinardi. O'qimaydi deb ingrab qo'ydi u. Bolaning yuzi qizarib, kichkina mushtlarini siqib yig'lar. Lena esa uning boshini silab, "Endi tinchla ona shu yerda" deb pichirlardi. Uning ko'zlari yoshga to'lib, yana bir bor yolg'izlik hissi uni chulg'ab oldi. Onasi Zuhra xola uyning boshqa xonasida edi. U eshikdan kirib kelib, "Sabr qil qizim, bu vaqtlar o'tadi" dedi. Lena esa boshini chayqab, "Sabr emas ona, sabr emas. Menga yordam kerak. Menga yaqin odam kerak. Men charchadim. Kun bo'yi yolg'iz, tun bo'yi yolg'iz. U ketgandan beri mana necha oy bo'ldi. Xabar yo'q, so'roq yo'q. Men uning bolasini ko'tarib yuribman, lekin u o'z farzandini ko'rmagan. Menga qanday chidash kerak?" Onasi uning yoniga kelib, qo'lni yelkasiga qo'ydi. "Qizim, erkaklar bunaqadir. Sizlar kuchli bo'lishingiz kerak. Oilani ayol saqlaydi" dedi. Lekin bu so'zlar Lenaga qancha aziyat berardi. Uning yuragi ezilib, "Men kuchliman, lekin men ham insonman ona. Men ham qo'llab-quvvatlanishni xohlayman. Men ham ba'zida yelkamga suyanadigan odamni istayman. Nega men hamma narsaga yolg'iz chidashim kerak? Nega uni hech kim javobgarlikka tortmaydi?" Uning ovozi titrab ketdi. Chaqaloq esa kichkina qo'llari bilan havoni silab, yana yig'lay boshladi. Lena uni ko'tarib ko'kragiga bosdi. Uning ichida qandaydir kuch uyg'ondi. "Men buni qoldirmayman" dedi u o'ziga o'zi. "Men Qodirning oldiga boraman. Ha, boraman. U meni eshitishi kerak. U bolasi bilan uchrashishi kerak. Bu uning ham mas'uliyati, meniki emas." Ertalab kunning birinchi yorug'i tushganda Lena allaqachon yo'lga chiqqan edi. Bolani beshikda onasiga qoldirib, qat'iyat bilan eshikdan chiqdi. Uning yurak urishi tez edi, lekin qo'llari qaltiramasdi. U butun yo'lda o'zi bilan gaplashardi. "Men endi so'ramayman. Endi men talab qilaman. Qodir, eshit. Men bola bilan yolg'iz qolmayman. Agar sen o'z farzandingni tanimasang, men uni sening isming bilan emas, o'zimning kuchim bilan tarbiyalayman. Lekin sendan qochib bo'lmaydi. Sening ko'zingga ko'rinmasam ham, qalbingga onalik azobi kirishi kerak." Qodirning uyiga yetib kelganida eshikni onasi ochdi. Kampirning sovuq nigohi Lenani darrov to'xtatdi. "Nima kerak?" dedi u lablarini berkitib. Lena to'g'ri gapirdi. "Men Qodir bilan gaplashmoqchiman." Onasi esa "U bu yerda yo'q, qaytib bor" deb javob qildi va eshikni yopmoqchi bo'ldi. Lekin Lena qo'lni eshik orasiga qo'yib, "Men qaytmayman" dedi. Uning ovozida ilgarigi iltimos emas, endi qat'iyat bor edi. "Men bu yerga o'g'lingiz va nabirangiz haqida kelganman. U bilish kerak, hamma bilish kerak. Men qachongacha bu yukni yolg'iz ko'taraman?" Shu payt ichkaridan Qodir chiqdi. Uning ko'zlari Lenani ko'rganda keng ochildi. "Lena", dedi u hayrat bilan. "Nima bo'ldi?" Lena uning oldiga borib to'xtadi. Qodirning ko'zlariga tikilib, "Sening farzanding bor Qodir. U o'sib qolgan va sen uni bir marta ham ko'rmading. Men charchadim. Sabr toshim to'ldi. Endi qaror qil. Agar o'g'lingni tanimasang, men ketaman.
lekin bu haqda hamma bilsin. Sen qanday odam ekaningni hamma bilsin. Qodirning yuzi oqarib ketdi. Uning qo'llari qaltirab, men bilmasdim Lena. Nega avval aytmading?" dedi u. Lena esa achchiq kuldi. "Avval aytdim, lekin sen eshitmading. Endi eshiting. Bolang yig'layapti. Onasi yolg'iz, sen esa o'z hayotingda. Bu yolg'izlikni men tanlamadim." "Qarang, soxta rahmdil bo'lib yuribdi. Qani endi avvalgi qilmishlarini eslasa?" dedi biri. "Bu yigitga ish berdi, lekin o'zimizning maoshimizga nima bo'ladi?" dedi boshqasi. Nasrboy esa ularning gaplarini eshitmadi, lekin uning qalbida qandaydir oldindan ogohlantirish bor edi. "Mening yaxshiligimga ham qarshi chiqadiganlar bo'ladi" deb o'yladi u. "Ammo men to'g'ri yo'ldaman. Hech kim meni bu yo'ldan qaytara olmaydi." Boshqa tomonda qamoqxona bor edi. 4 devor orasida bir ayol o'zining qilmishiga pushaymon bo'lib yolg'iz o'tirardi. Rustam aka uning oldiga kelib, "Seni tezda ozod qilmoqchi edim, lekin bu ish biroz murakkab" dedi. Ayol qo'llarini tizga tashlab, "Men hamma narsaga tayyorman Rustam. Men o'z yo'limni topishim kerak. Qamoqda yotganimda tushundimki, pul va boylik menga hech qachon baxt keltirmagan, aksincha zindon ochgan. Men ozod bo'lsam, yangi hayot boshlayman." Rustam unga yelkasiga qo'lni qo'yib, "Yaxshi, lekin esda tut, tashqarida seni eski odatlar kutishi mumkin. Kimdir seni yomonlikka undaydi, kimdir aldamoqchi bo'ladi. O'zingni kuchli tut." Ayol ko'zlarini tikib, "Men o'zgaraman, men bunga qasam ichaman" dedi. Bu so'zlar uning lablarida og'irlik bilan chiqdi, chunki u o'ziga ishonch hosil qilishni hali o'rganmagan edi. Qamoqxonadagi boshqa ayollar esa uning ortidan kulishardi. "Qarang, u ozod bo'lishga umid qilyapti, lekin tashqarida uni hech kim kutmaydi" dedi biri. "Rustam akaning yordamiga suyanib yuribdi, lekin u ham ketib qolsa nima qiladi?" dedi boshqasi. Ayol esa ularning so'zlarini eshitib, jahl bilan qaradi. "Sizlar meni bilmaysizlar. Men kuchliman. Menga ishongan odam bor. Bu menga yetarli" dedi u. Lekin ichida bir qo'rquv paydo bo'ldi. Agar Rustam aka meni tashlab ketsa-chi? Agar men ozodlikda yana yolg'iz qolsam-chi? Bu o'ylar uning uyqusini buzdi. Tunda yotganida u ko'p marta o'zini tutib, "Yo'q, men ishonaman, men o'zgaraman" deb o'ziga ishontirdi. Ammo qorong'ulikda uning qo'rquvi kuchayardi. Kun o'tgan sayin Qodir va Lena o'rtasida qizg'in suhbatlar bo'lib turdi. Qodir bolani ko'rdi. Uning kichkina yuzi, mumli ko'zlari uni bir zumda o'ziga tortdi. "Bu mening o'g'limmi?" deb so'radi u. Lena esa bosh irg'adi. "Ha Qodir, bu sen o'ylamagan, tashlab ketgan o'g'ling. U endi o'sib qolgan, lekin onasizlikni emas, otasizlikni his qilyapti." Qodir boshini qo'liga oldi. "Men nima qildim? Allohim, men qanday xato qildim?" dedi. Uning ko'zlari nomlandi. "Men seni kechiktirdim Lena. Men tushunmadim, ammo endi tuzatishga harakat qilaman." Lena esa qo'llarini ko'tarib, "Tuzatish uchun vaqt kerak Qodir, ammo ishonch qaytmaydi. Men faqat bolangni bilishi uchun keldim. Qolganini sen tanla. Agar onang sening kelajagingni men va bolamsiz tasavvur qilsa, men aralashmayman, lekin o'g'lingni hech qachon unutma." Qodir uning qo'lidan ushlab, "Meni kechir Lena. Men o'zgarmoqchiman, lekin yonimdan ketma. Bolamni sevmoqchiman, seni ham sevmoqchiman. Bu qandaydir yo'l bo'lsa, men topaman." Lena uning ko'zlariga tikilib, "Qodir, vaqtni orqaga qaytara olmaymiz, ammo kelajakni o'zgartirish mumkin. Onang bilan gaplash. Agar u bizni qabul qilmasa, men bilan bo'lishni tanlagin. Agar tanlasang, men kutaman. Lekin yana xato qilsang, bu safar qaytib kelmayman." O'sha kechasi Qodir uyiga qaytdi. Onasi uni kutib olib, "Nima bo'ldi o'g'lim? Bolani ko'rdingmi? Bu ishga aralashma. Men senga yaxshiroq kelin topaman" dedi. Qodir unga qattiq qaradi. "Onajon, sen nima deyapsan? Bu mening bolam, mening kelajagim. Sen meni pul va obro' uchun emas, baxtli bo'lishim uchun tarbiyalagansan. Lekin nega endi baxtimga qarshi chiqyapsan?" Onasi bir necha soniya sukut saqlab, "Men faqat yaxshiligingni istayman" dedi. Qodir esa, "Men nima yaxshi ekanligimni o'zim bilaman. Sen faqat qo'llab-quvvatla." Aks holda onasi tushunmadi. Aks holda nima? Qodir uning ko'zlariga tikilib, "Aks holda men bu uyni tashlab ketaman. Ona, men kattaman. Lena va bolamni tashlab keta olmayman. Agar sen buni qabul qilmasang, men o'z yo'limni topaman." Onaning yuzi oqarib ketdi, lablari qaltirab, "Yo'q o'g'lim, men qabul qilaman. Faqat tashlab ketma.
Men nabiramni sevib qolishim uchun vaqt kerak. Qodir bosh irg'ab, vaqt bor ona. Ammo faqat vaqt emas, ko'ngil ham kerak dedi. Bu orada Nasirboyning hayotida yangi muammo paydo bo'ldi. Uning ishxonasidan bir xodim unga qarshi fitna uyushtirib, mol-mulkini o'g'irlab qochdi. Nasirboy bu xabarni eshitib, qattiq zarba oldi. U qo'lini ko'kragiga bosib, "Men ishongan odam nega bunday qildi?" deb so'radi. Yonidagi sodiq xodimi unga, "Janob, odamlar ochko'z, sizning yaxshiligingizni tushunmaydilar" dedi. Nasirboy esa chuqur xo'rsinib, "Men pulni qaytarishdan ko'ra qalb tinchligini qaytarishni xohlayman. Ammo bu fitnani faqat yaxshilik bilan yengaman. Javob bermayman, faqat ishimni davom ettiraman." Uning bu qarori unga bo'lgan hurmatni yanada oshirdi, lekin ichkarida u qattiq og'riq his qildi.